Umra safariga boraman deb niyat qilib yurgan obunachilar uchun bunaqangi hamyonbop narxda, bunaqangi qulay sharoitlarda umuman topolmaysizlar do'stlar. Atiga suv tekin narxlarda sizlarga topib qo'ydik. Xo'p, Jahongir aka, hozirgi kunda bormoqchi bo'layotganlar uchun qaysi kunlarga reyslarimiz bor aka? Hozirgi kunda umrachilarimiz uchun 15, 17, 19 iyun kunlariga reyslarimiz Toshkent, Jidda yo'nalishi bo'yicha bor. Narxlarimiz qulay narxlarda. Xudo xolasa endi aka bormoqchi bo'layotganlar uchun qanaqangi hujjatlar kerak bo'ladi aka? Bormoqchi bo'lgan umrachilarimiz, hojirlarimiz uchun faqat Zagreb pasporti o'zi yetarli bo'ladi. Bo'ldi, boshqa hech qanaqa hujjat kerak emas. Hujjat talab qilinmaydi. Zagreb pasport tashishadi, $995 dan xudo xolasa O'zbekiston 12 ta viloyat bo'ylab aloqa chiqishaveradi Xudo aka. xolasa bemalol. Musofirda ko'rayotganlar uchun-chi aka? Musofirdagilarga ham faqat shu ota-onalarini, opa-singil aka-ukalarini pasportlarini tashlatsa, chiroyli qilib umralarda podarka qilib sovg'a qilsa bo'ladi. Xudo xolasa do'stlar, pastda nomalarni qoldiramiz. Aloqa chiqinglar do'stlar, O'zbekiston 12 ta viloyati bo'lib, undan tashqari musofirda yurgan aka-ukalarimiz ham bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasizlar.